Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men O'zbekiston oktyabrdan boshlab 60 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli yangi taqiq cheklovlar haqida juda muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu masala faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari bank kartasidan foydalanadigan, pensiya oladigan, hujjat topshiradigan har bir oilaga aloqador. Chunki bitta noto'g'ri qadam, bitta e'tiborsizlik, bitta imzo yoki bitta telefon qo'ng'irog'i odamni pensiyasidan, imtiyozdan yoki puldan ayirib qo'yishi mumkin. Men sizga bu mavzuni shov-shuv uchun emas, amaliy foyda uchun tushuntiryapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joylari aynan o'rtasida va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar qancha ko'p odamga yetib borsa, shuncha ko'p pensionerlarimiz xatodan saqlanib qoladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. 15 oktyabrdan keyin 60 yoshdan oshgan pensionerlarga hamma narsa taqiqlanadimi? Yo'q. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bu yerda gap pensiyaning yashashiga, ko'chaga chiqishiga, pensiya olishiga yoki o'z pulidan foydalanishiga umumiy taqiq qo'yilishi haqida emas. Gap ayrim amaliyotlarda, ayniqsa pul, bank, kredit, kafillik, ishonchnoma, shubhali shartnomalar va ayrim ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq jarayonlarda nazorat kuchayishi haqida ketmoqda. Oldin ko'p holatlarda 60 yoshdan oshgan odamlar o'z nomiga kredit olishi, boshqaga kafil bo'lishi, telefon orqali aytilgan gapga ishonib, karta ma'lumotlarini berishi, notanish odamga ishonchnoma rasmiylashtirishi yoki farzandi, qo'shnisi, tanishi iltimosi bilan moliyaviy majburiyatga kirishi osonroq bo'lgan. Amalda esa bundan firibgarlar juda ko'p foydalangan. Masalan, pensionerga qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz to'xtatiladi, sizga kompensatsiya chiqdi, tezda kodni ayting deb aldashgan. Yoki nevarasi nomidan qarz so'rab, pullarni boshqa hisobga o'tkazdirishgan. Yana bir keng tarqalgan holat, keksa odamni bankka olib borib, faqat imzo qo'yib bering, sizga zarar bo'lmaydi deb kafil qilib qo'yishgan. Keyin qarzdor pulni to'lamagan, bank esa qonuniy ravishda kafil bo'lgan pensionerdan talab qilgan. Shu sababli yangi tartibning maqsadi pensionerni jazolash emas, balki uni himoya qilishdir. Lekin himoya qoralari ham to'g'ri tushunilmasa, odamlar orasida vahma paydo bo'ladi. Kimdir endi 6 yoshdan oshganlar bankdan pul yecha olmaydi deydi. Kimdir pensioner kredit ola olmaydi deydi. Yana kimdir pensiya to'xtatiladi deb qo'rqitadi. Men bularni birma-bir ajratib tushuntiraman. Avvalgi tartibda ko'p muassasalar keksa fuqarolarning arizasini umumiy tartibda qabul qilgan. Ya'ni odam 60 yoshdan oshganmi? 70 yoshdami, 50 yoshdami? Agar pasporti yoki ID kartasi bo'lsa, imzo qo'ysa, ariza yozsa, ko'pincha jarayon davom etavergan. Albatta ayrim joylarda tekshiruv bo'lgan, lekin amaliyot bir xil emas edi. Bir bank ehtiyotkor bo'lgan, boshqasi sustroq yondashgan. Bir notarius savollar bergan, boshqasi hujjatlarni tez rasmiylashtirgan. Bir ijtimoiy bo'lim holatni tekshirgan, boshqasida esa odamlar qog'ozni to'ldirib ketgan. Endi esa 15 oktyabrdan boshlab ayrim harakatlarda pensionerning yoshi, daromad manbai, sog'ligi, huquqiy tushunish qobiliyati, qarindoshlar ta'sir ostida emasligi, shartnoma mazmunini anglayotgani, qarz yoki kafillik oqibatini tushunayotgani alohida e'tiborga olinadi. Bu, masalan, bank kreditida, mikroqarzda, kafillikda, katta miqdordagi pul o'tkazmalarida, begona shaxsga ishonchnoma berishda, uy-joy yoki mol-mulk bilan bog'liq bitimlarda sezilishi mumkin. Bu yerda taqiq so'zini to'g'ri anglash kerak. Ayrim holatlarda to'liq taqiq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner o'z daromadiga nisbatan juda katta kredit majburiyatini olmoqchi bo'lsa, bank buni rad etishi mumkin. Ayrim holatlarda esa taqiq emas, qo'shimcha tekshiruv bo'ladi. Masalan, xodim savol beradi. Siz bu pulni nima uchun olyapsiz? Bu shartnomani o'qidingizmi? Kafil bo'lsangiz, qarzdor to'lamasa, siz to'lashingizni bilasizmi? Bu savollar pensionerni kamsitish uchun emas. Keyin men bilmagan edim degan og'ir vaziyatlarning oldini olish uchun beriladi. Agar siz oddiy tartibda pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz, bank kartangizdan o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, kommunal to'lovlarni to'layotgan bo'lsangiz, bozordan xarid qilayotgan bo'lsangiz, dorixonadan dori olayotgan bo'lsangiz, bu tartib sizni qo'rqitmasligi kerak. Sizning pensiyangiz faqat yoshingiz oltindan oshgani uchun to'xtatilmaydi. Sizning kartangiz faqat pensioner bo'lganingiz uchun bloklanmaydi. Siz o'z hisobingizdagi pulni qonuniy tartibda ishlatishga haqlisiz.
Masalan, 6-7 yoshli opa har oy 20 million 400 ming so'm pensiya oladi. U pensiya kartasidan 500 ming so'mni naqd qiladi. 300 ming so'm kommunal to'lovga sarflaydi. 200 ming so'm dori oladi. Qolganini uy xarajatlariga ishlatadi. Bunday holatda hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Chunki bu oddiy shaxsiy foydalanish. Yangi tartib bunday odamni cheklash uchun emas. Yana bir misol. Yetim 2 yoshli ota farzandiga 1 million so'm yordam bermoqchi bo'ldi va o'z kartasidan farzandining kartasiga o'tkazdi. Agar bu odatiy oilaviy yordam bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, firibgarlik alomati bo'lmasa, bu ham taqiqlangan ish emas. Ammo har kuni notanish odamlarga katta summalar o'tkazilsa yoki pensioner bir kunda 20 million, 30 million so'mni noma'lum hisobga yuborsa, bank xavfsizlik nuqtai nazaridan savol berishi mumkin. Bu pensionerga qarshi emas, uning pulini saqlab qolish uchun. Eng avvalo kredit olmoqchi bo'lgan, kofil bo'lmoqchi bo'lgan, notanish odamga ishonchnoma bermoqchi bo'lgan. Uy-joyni sotish yoki garovga qo'yish niyatida bo'lgan pensionerlar juda ehtiyot bo'lish kerak. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan muammo shuki, keksa odam men faqat yordam bermoqchi edim deb o'ylaydi. Lekin hujjatda u katta majburiyatni bo'yniga olgan bo'ladi. Masalan, 13 yoshli pensioner aka qo'shnisining iltimosi bilan kreditga kafil bo'ladi. Qo'shnisi 2 oyda yopaman, sizga hech narsa bo'lmaydi deydi. Kredit miqdori 25 million so'm. Pensionerning pensiyasi esa 1 million 600 ming so'm. 3 oy o'tadi, qo'shni to'lamaydi. Bank qarzni kafildan talab qilishni boshlaydi. Pensioner men pul olmaganman-ku deydi. Lekin qonuniy tomondan kafil ham javobgar. Ana shunday holatlarda yangi tartib xodimlardan savol berishni, xavfni tushuntirishni, kerak bo'lsa jarayonni to'xtatishni talab qiladi. Yana bir misol. 7000 yoshli ona nevarasiga yordam berish uchun telefon orqali kelgan xabarga ishonadi. Nevarangiz avariyaga tushdi, tezda 10 million so'm yuboring deyishadi. Ona qo'rqib, kartasidagi pulni aytilgan raqamga o'tkazadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, nevarasi sog' salomat, bu firibgar bo'lgan. Bunday vaziyatda bank yoki to'lov tizimi noodatiy o'tkazmani sezsa tekshiruv qilishi mumkin. Pensioner bundan ranjimasligi kerak. Chunki ba'zan shu tekshiruv odamning yillar davomida yig'gan pulini saqlab qoladi. 3-misol, 75 yoshli ota uyini sotmoqchi bo'ladi. Yonda qarindoshi yuradi va hamma gapni o'sha qarindosh gapiradi. Ota esa kam gapiradi. Hujjatni to'liq tushunmagandek ko'rinadi. Bunday paytda notarius yoki mas'ul xodim qo'shimcha savollar berishi, bitim haqiqatan ham otaning xohishi bilan bo'layotganini aniqlashi shart. Chunki amaliyotda uydan aldab chiqarilgan, o'z mulkidan bexabar voz kechgan pensionerlar ham uchraydi. Men buni alohida ta'kidlayman, pensioner o'z pulining egasi bo'lib qoladi. Hech kim siz 6 yoshdan oshgansiz, shuning uchun pulingizni ishlatmaysiz deyishga haqli emas. Lekin davlat, bank, notarius yoki ijtimoiy xizmatlar firibgarlik xavfi bo'lgan joyda qo'shimcha ehtiyot choralarini ko'rishi mumkin. Bu ikki narsani adashtirmang. Birinchisi, huquq. Pensioner o'z pensiyasini oladi, kartasidan foydalanadi, shartnoma tuzishi mumkin, mulk egasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tekshiruv. Agar harakat xavfli bo'lsa, xodimlar shartnoma oqibatini tushuntiradi. Qo'shimcha tasdiq so'raydi, ba'zan rad javob beradi. Rad javobi ham har doim noqonuniy degani emas. Masalan, bank kredit berishda qarz oluvchining yoshi, daromadi, to'lov qobiliyati, sog'ligi, qarz muddati va xavfini baholaydi. Bu bankning majburiyati. Ko'p pensionerlar menga kredit berishmaydi. Bu yosh bo'yicha kamsitishmi deb so'raydi. Men buni shunday tushuntiraman. Kredit olish huquqi bor, lekin kredit berish majburiyati har doim ham yo'q. Bank pul berishdan oldin qarz qaytadimi yoki yo'qmi? Oylik to'lov pensiyaga o'g'irlik qiladimi? Qarz muddati odamning real imkoniyatiga mosmi? Shularni hisoblaydi. Masalan, pensioner oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U 3 million so'm kredit olmoqchi. Oylik to'lov 2 million 1 ming so'm chiqadi. Bu holatda bank rad etsa, bu mantiqan tushunarli, chunki oylik to'lov pensionerning butun pensiyasidan ham ko'p. Agar odamning qo'shimcha qonuniy daromadi bo'lsa, masalan, ijara daromadi, rasmiy ish haqi yoki boshqa tasdiqlangan tushumlar bo'lsa, bank buni inobatga olishi mumkin. Lekin farzandim to'lab beradi degan og'zaki gap ko'pincha yetarli asos bo'lmaydi. Yana bir holat, 60 yoshli pensioner rasmiy ishlaydi, oyiga 5 million so'm ish haqi oladi, pensiyasi ham bor. U uyga oyga kichik kredit so'raydi.
Bunday vaziyatda xavf kamroq bo'lishi mumkin. Chunki daromad yetarli va muddat qisqa. Demak, masala faqat yoshda emas, umumiy moliyaviy holatda. Men pensionerlarga eng ko'p ogohlantiradigan masalam kafillik. Ko'pchilik kafil bo'lishni shunchaki tanishimga yordam deb tushunadi. Aslida kafil bo'lish qarzdorlik majburiyatiga juda yaqin. Qarzdor to'lamasa, sizdan talab qilinadi. Sudga berilishi mumkin. Pensiyangizdan ushlab qolish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Uyga xat kelishi, ijro hujjatlari yurishi mumkin. Shuning uchun 10 oktyabrdan keyingi tartibda pensionerlarning kafil bo'lishi bo'yicha savollar ko'payishi tabiiy. Agar kimdir sizni faqat imzo qo'yib bering deb shoshirsa, bu juda xavfli belgi. Men har doim shunday maslahat beraman. Agar qarzni o'zingiz to'lashga tayyor bo'lmasangiz, kafil bo'lmang. Chunki hujjatga imzo qo'yilgandan keyin men ishonibman, men bilmayman, u bola yaxshi edi degan gaplar qarzni bekor qilmaydi. Pensionerlar uchun yana bir nozik masala bu ishonchnoma. Ishonchnoma berganingizda boshqa odam sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Agar ishonchnomada uy sotish, pul olish, hisob raqamdan foydalanish, avtomobilni rasmiylashtirish kabi vakolatlar bo'lsa, oqibati juda katta bo'ladi. Masalan, o'rtaq yoshli ona o'g'liga kommunal to'lovlarni qilib yur deb ishonchnoma bermoqchi. Lekin hujjatda uy joyini sotish huquqi ham yozilib qolgan. Ona buni o'qimagan. Keyin nizo chiqadi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman, ishonchnoma matnini ovoz chiqarib o'qiting. Bu hujjat bilan u nimani qila oladi deb aniq so'rang. Keraksiz vakolatlarni olib tashlang. Faqat bitta ish uchun kerak bo'lsa, ishonchnomani faqat o'sha ishga yozdiring. Agar sizga hammasini umumiy qilib beramiz, keyin oson bo'ladi deyishsa, shoshilmang. Umumiy ishonchnoma qulay ko'rinadi, lekin xavf katta. Ayniqsa uy, yer, avtomobil, bank hisoblari bo'yicha vakolatlar juda ehtiyotkorlik bilan berilishi kerak. Yangi tartiblar kuchaysa ham eng katta himoya baribir odamning o'z hushyorligi. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ko'p hollarda ular rasmiy so'zlardan qo'rqadi. Prokuraturadanman, bank xavfsizlik xizmatidanman, pensiya bo'limidanman. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda. Hozir aytmasangiz kartangiz yopiladi deb bosim qiladi. Men buni juda aniq aytaman. Hech bir bank xodimi sizdan telefon orqali karta paroli, SMS kod, PIN kod, ilovaga kirish paroli yoki tasdiqlash kodini so'ramaydi. Pensiya bo'limi ham sizdan kod so'rab pulingizni boshqa hisobga o'tkazdirib qo'ymaydi. Agar kimdir shoshirsa, qo'rqitsa, sir saqlashni talab qilsa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilib, kartangizdan 5 million so'm yechilmoqda, to'xtatish uchun kodni ayting deyishdi. Siz kodni aytsangiz, aslida ular pul yechishni tasdiqlab oladi. Yoki pensiyangiz qayta hisoblanadi, kompensatsiya tushadi, kartangizni tekshiramiz deyishadi. Bunday vaziyatda telefonni qo'ying, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Hamma pensioner bir xil holatda emas. 60 yoshdan oshgan odamlar orasida rasmiy ishlayotganlar bor, tadbirkorlar bor, fermerlar bor, ijara daromadi oladiganlar bor. Farzandlari bilan birga moliyaviy ish yuritadiganlar bor. Shuning uchun har bir holat alohida baholanadi. Agar pensioner rasmiy daromadga ega bo'lsa, hujjatlari to'liq bo'lsa, shartnoma mazmunini tushunsa, moliyaviy majburiyat o'z imkoniyatiga mos bo'lsa, u holda ayrim amaliyotlar rad etilmasligi mumkin. Lekin men pensionerman, demak menga hamma narsa avtomatik berilishi kerak deb o'ylashim noto'g'ri. Bank ham, notarius ham, davlat idorasi ham hujjatga qaraydi. Yana bir nozik masala, farzandlar ota-onasining kartasidan foydalanishi. Ko'p oilalarda ona yoki ota kartasini o'g'liga, keliniga, qiziga berib qo'yadi. Ular naqd pul yechadi, to'lov qiladi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan karta shaxsiy moliyaviy vosita. Agar keyin pul yo'qolsa, pensioner men bermagan desa isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men maslahat beraman. Kartani hech kimga bermang, PIN kodni aytmang. Kerak bo'lsa farzandingiz bilan bankka borib, qonuniy vakillik yoki alohida tartibni so'rang. Yana bir holat pensionerning sog'ligi bilan bog'liq masala. Agar odam hujjat mazmunini anglamasa, xotirasi pasaygan bo'lsa, og'ir kasallik sabab qaror qabul qilishda qiynalsa, bitimlar keyinchalik nizoga aylanishi mumkin. Bunday vaziyatda qarindoshlar shoshilmasligi, shifokor xulosasi, vasiylik yoki qonuniy vakillik masalalarini to'g'ri rasmiylashtirish kerak.
aks holda uy ichida kelishuv keyin sudda katta mojaroga aylanadi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, birinchi qadam hujjatlaringizni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddatini tekshiring. Pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, shartnomalar, uy-joy hujjatlari, kadastr, nikoh yoki meros bilan bog'liq hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam shoshilinch vaziyatda xato qiladi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan havolalarni bosmang. Pul yutdingiz, kompensatsiya chiqdi. Anketani to'ldiring. Kartani tasdiqlang degan xabarlarga ishonmang. Agar shubha bo'lsa, bankka o'zingiz boring. Uchinchi qadam, kredit, kafillik, ishonchnoma yoki mulk bitim bo'lsa, hech qachon yolg'iz qaror qilmang. Ishonchli, savodli, manfaatdor bo'lmagan odam bilan maslahatlashing. Bu farzand bo'lishi mumkin, lekin agar aynan farzand sizdan imzo so'rayotgan bo'lsa, yana boshqa mustaqil odamdan ham maslahat oling. Notariusga borganda menga hujjatni to'liq tushuntirib bering deb talab qiling. Bu sizning huquqingiz. To'rtinchi qadam, agar sizni shoshirsa, darhol to'xtang. Firibgarlikning eng katta belgisi shoshirishdir. Bugun imzo qo'ymasangiz kech bo'ladi. Hozir kodni aytmasangiz pulingiz kuyadi. Hech kimga aytmang. Faqat siz yordam bera olasiz degan gaplar xavfli. Qonuniy ish odatda tushuntirishdan qo'rqmaydi. Hujjatni uyga olib ketib o'qish, maslahatlashish, ertaga kelish mumkin. 5-qadam, agar pulingiz yechilib ketgan bo'lsa yoki firibgarlikdan shubhalansangiz, vaqtni yo'qotmang. Darhol bankka murojaat qiling. Kartani bloklating. Ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizada sana, vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, qancha pul o'tkazilgani, qaysi karta yoki hisobga ketgani, SMS xabarlar, chek yoki skrinshotlar borligini ko'rsating. Uyaldim. Farzandlarim bilmasin deb yashirib yurish vaziyatni yomonlashtiradi. Tez murojaat qilsangiz, pulni izlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. Agar masala pensiya to'lovi bilan bog'liq bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari. Oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. Arizada pensiya to'lovim bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar to'lov kechiksa, qaysi oy uchun qancha miqdor, qachondan beri tushmayotganini aniq ko'rsating. Agar masala bank kartasi, bloklash, shubhali operatsiya yoki kredit bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boring. Agarda mening roziligimsiz amalga oshirilgan operatsiyani tekshirib berishingizni so'rayman yoki kredit shartlari bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iloji boricha murojaatni yozma shaklda qoldiring va ro'yxatga olingan nusxasini saqlang. Agar sizni kafil qilib qo'yishgan bo'lsa yoki hujjat mazmuni tushunmasdan imzo qo'ygan bo'lsangiz, shartnoma nusxasini oling. Qaysi bank, qaysi sana, qancha summa, kim qarzdor, sizning majburiyatingiz nimadan iborat, bularni aniqlang. Keyin huquqshunosga yoki bepul yuridik yordam ko'rsatadigan markazlarga murojaat qiling. Men bilmasdan imzo qo'ydim degan gapni isbotlash qiyin. Lekin ayrim holatlarda bosim, aldash, tushuntirmaslik, sog'liq holati kabi omillar o'rganilishi mumkin. Agar mulk, uy, yer yoki ishonchnoma bo'yicha shubha bo'lsa, notariusdan hujjat nusxalarini so'rang, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Zarur bo'lsa sudga da'vo kiritish masalasini mutaxassis bilan ko'rib chiqing. Bu ishlarni cho'zmaslik kerak, chunki ayrim muddatlar o'tib ketgach, huquqni tiklash ancha qiyinlashadi. Men farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning nomidan pul ishlatish, kartasini olib yurish, kreditga kafil qilish, ishonchnoma oldirish, uyini garovga qo'yish masalalarida juda ehtiyot bo'ling. Baribir o'zimizning oilamiz-ku degan yondashuv keyin katta nizoga sabab bo'ladi. Ota-onaning roziligi aniq, erkin va tushungan holda bo'lishi kerak. Agar siz haqiqatdan yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularning telefoniga bank ilovasini himoyalang. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermaslikni tushuntiring. Kartani begonalarga bermaslikni ayting. Hujjatlarni tartibga soling. Lekin ularning nomidan yashirincha qarz olish, SMS kodini olib ishlatish, pensiyasini o'z ehtiyojingizga sarflash qonuniy va axloqiy jihatdan noto'g'ri. Demak, 15 oktyabrdan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlar bilan
bog'liq ayrim moliyaviy va huquqiy amaliyotlarda nazorat kuchayishi mumkin. Buni pensionerlarning huquqlarini bekor qilish deb emas, xavfli holatlarning oldini olish deb tushunish kerak. Pensiya olish, kartadan foydalanish, o'z pulini ishlatish, oddiy to'lovlarni qilish taqiqlanmaydi. Lekin kredit, kafillik, ishonchnoma, katta pul o'tkazmalari, mulk bitimlari va shubhali operatsiyalarda savollar ko'payadi. Mening asosiy maslahatlarim shular. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. SMS kodni hech kimga aytmang. Kafil bo'lishdan oldin qarzni o'zingiz to'lashga tayyormisiz? Shuni o'ylang. Ishonchnomani faqat kerakli vakolat bilan bering. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa telefonni qo'ying va rasmiy idoraga o'zingiz murojaat qiling. Eng muhimi, shoshmang. Pensionerning eng katta himoyasi bu hushyorlik. Yozma hujjat va o'z huquqini bilishdir. Sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan pensioner bormi? Siz bunday cheklov va tekshiruvlarni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Yoki odamlar uchun ortiqcha qiyinchilik bo'ladi deb o'ylaysizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bugun bitta odam ogohlansa, ertaga uning pensiyasi, uyi yoki yig'ib qo'ygan puli saqlanib qolishi mumkin.